O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun 25 avgust kuni Amerika Qo'shma Shtatlari Senati Milliy xavfsizlik va hukumat ishlari bo'yicha qo'mitasi raisi Geri Petersonni qabul qildi. Muloqotda O'zbekiston bilan AQSh o'rtasidagi strategik sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlash hamda amaliy hamkorlikni eng avvalo ikki mamlakatning parlamentlararo muloqoti doirasida kengaytirish masalalari ko'rib chiqildi. O'zaro aloqalar va almashinuvlar faollashgani mamnuniyat bilan qayd etildi. Jumladan, ikki tomonlama savdo ko'rsatkichlari o'smoqda. AQShning yetakchi kompaniyalari ishtirokidagi muvaffaqiyatli kooperatsiya loyihalari ko'paymoqda. Muhim gumanitar dasturlar amalga oshirilyapti. Ustuvor yo'nalishlarda qo'shma loyihalarni ilgari surish maqsadida parlamentlararo hamkorlikni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratildi. Mintaqaviy kun tartibidagi masalalar, shu jumladan AQSh prezidenti tashabbusi bilan Nyu-York shahrida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tadbirlari doirasida o'tkaziladigan C5+1 formatidagi birinchi sammitga tayyorgarlik ko'rish yuzasidan fikr almashildi. Davom etamiz. O'zbekiston 3000 yillik ulug'vor va muhtasham tarixga ega. Yurtimizda jahonshumul sivilizatsiyalar, yirik imperiyalar, bebaho me'moriy obidalar bo'lgan. Buyuk ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan ana shunday tengsiz ulug'vor qadimiy obidalarni asrab-avaylash va o'rganish bo'yicha keyingi yillarda juda katta ko'lamdagi ishlar amalga oshirilmoqda. Bu borada yana bir xayrli ishga qo'l urildi. Endilikda og'ir yuk mashinalarining madaniy meros obyektlari joylashgan ko'chalarda harakatlanishi cheklandi. Muxbirimiz Dilfuza Esonova mavzuni davom ettiradi. O'zbekiston hukumati og'ir yuk mashinalarining madaniy meros obyektlari mavjud bo'lgan ko'chalarda harakatlanishini cheklash to'g'risida qaror qabul qildi. Gap og'irligi 5 tonnadan oshiq bo'lgan yuk mashinalari xususida ketmoqda. Endi yuk mashinalariga tarixiy va madaniy meros obyektlari bo'lgan ko'chalarga kirish taqiqlanadi. Chastota beryapti, o'shalarni silkityapti yerda. O'zbekiston Madaniy meros agentligi Madaniy meros restavratsiyasi davlat muassasasi bosh mutaxassisi Fazliddin Davlatovning aytishicha, bunday qaror juda zarur edi. Bu bitta obyektning yonidan 100 tonna narsa o'tsa, uni vibratsiya, chastotasi, qimirlashi hozirgi qarib qolgan. Cholda turtsangiz yiqilish darajasidagi holat paydo bo'ladi-da. Shularni oldini olish uchun madaniy meros obyektlari hududidan 5 tonnadan og'ir bo'lgan texnika o'tmaslik qarori qabul qilindi. Bu juda to'g'ri qaror deb hisoblayman men. Chunki bu texnikalarning o'tmasligi bizning madaniy meros obyektlarini umrini oshiradi. Yana kelajakda avlodimizga xizmat qilishni kuchaytiradi. Buxoro Ark qal'asining yomg'irdan so'ng ivib turgan binosi oldidan yuk mashinalari o'tishi natijasida qulab tushgani aks etgan. Mana bu holat tarixiy obidalarga e'tibor unchalik ham ijobiy emasligidan darak bermaydimi? Baribir o'sha Ark qal'asi u loydan qilingan. Qishi bilan suvni so'rib olib, katta bitta vibratsiya bilan o'zini tashlab yorib, necha marta tushib ketdi. Bular o'shani asosida bo'ldi bular hammasi. Festivallar bo'lganda katta karnaylar qo'yiladi, dinamikalar. O'sha dinamikani akustikasidan madaniy meros obidalarini qo'shinlari to'kilishni boshlaydi. Endi o'ylang. Bitta dinamika bilan katta og'ir texnikani yer sathini qimirlatib o'tishi. Obyektlar muhofazasini ta'minlash, ular atrofida yo'l qurilishiga cheklovlar o'rnatishimiz zarur deydi mutaxassis. Albatta, bu mamlakat miqyosida bir qancha tashkilot va idoralarga tegishli. Shu jumladan Madaniy meros agentligiga ham har bitta loyihani albatta muhokama qilib, tebranish qay darajada bo'ladi. Bularni o'sha arxeologlar yoki arxitektorlar, yo'l quruvchilari va boshqalar bilan birgalikda o'rganib ko'rish kerak bo'ladi. Dilfuza Esonova, Sanjar Shermuhammadov, Doniyor Murodov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.